Salamattı mekendeşler. Buna Bişkek'e reisler sırasında Moskva Bişkek metro Katen'inkinden Sireda Subota günleri çıkады. Толса da gidin. Şu номерларды таштап қойып, şu WhatsApp'тарға жазылып, заклаттар көтеріп, не салып қойсаңыздар болады. Бұрынғыча. Азыр адамдар себебі көп болады, самолеттер қымбат болады. Ошоға байланыштуу үчүн автобустар чыгып атат. Среда, суббота күндөрү метро Катеники автобокзалдан чыгат. Автобустарыбыз ыңгайлуу. İçinde кондиционер, зарядка бардык иште. Анан үчүн номерлар коюп коебуз. Миллион Ekran nomerlarini qo'yib qo'yamiz. To'g'onlar bemalol обращаться qilaverasizlar. Moskvadan прямой O'sh Bishkek. Aka-ukalar. Tanlovda adashmanglar. Ichki salonlarni bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Cho'tki holatda. 40-50 kilo бесплатный. Da, 40-50 kilogram бесплатный. Ichki salonlari ideal. Cho'tki. Kimlarga ketmoqchi bo'lsa, shundan nomerlarimizga qo'yib qo'yamiz, bemalol обращаться qilaverasizlar. Bemalol обращаться qilib yozaverasizlar aka. Ukalar. İşte dedi ki. Ko'ting işte ekan. Ichki salonlari yaxshi. To'g'on ne deyapsiz, avtobus idealmi? Yaxshimi? Nima deb so'raysiz to'g'onlarga? Moskvada ketayotgan musofirlarga kelsa bo'laveradi shunaqa avtobuslarga? Bo'ladi. Yaxshimi? Yaxshi ekan, kelargile. Cho'ng qiz nima deysiz? Yaxshimi? Sizlarga odamga ujin olib berishing kerak. He, ujin завтра bor, бесплатный. Yo'lda ketayotganda бесплатный ujinlarga beramiz. Bo'ldi. Bari yaxshi kelargile. Avtobusda mashinani ne olasan, 15-20. Mana 50-60 ta odamlar bilan ketgan yaxshi. Avtobusimiz ideal, konsertlar ishlab yotir. Bemalol nomerlarimizga обращаться qilaverasizlar. Like, подписка bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.